Stomatit qiynavordimi, unda sizlarga tez va samarali davolash usulini o'rgataman. Bo'lmasa ketdi, qaranglar. Birinchi bo'lib, mana shu stomatitda og'izda ko'rinishi bo'ladi. O'rtasi oppoq, chetlari qizg'ish, gardish bilan o'ralgan bo'ladi. Endi og'riq bilan bezovta qiladi. Shuning uchun birinchi bo'lib og'riqlantiramiz. Lidokain 10% spreyini olib, og'iz bo'shlig'ida bir-ikki sepish kerak bo'ladi. 5 minut olamiz. 5 minut oylagandan keyin mana bunaqa Perix vodorod bo'ladi. 3% aptekada sotadi. Mana bunaqa paxtali cho'plar bilan botirib, qonaguncha обработка qilasizlar, artib yuborasizlar. Qonaguncha. Bu juda muhim. Qonagundan keyin undan keyin bu ham 3-4 minut vaqt o'tadi. Keyin mana bunaqa xlorgeksidinni 0.12% eritmasi bo'ladi. O'shani olib birikki sepasizlar. Shu yara atrofi va atroflariga sepib qo'yasizlar. Nimaga xlorgeksidin desanglar, xlorgeksidin bu yerda ham viruslarni, ham zamburug'larni, ham bakteriyalarni o'ldiradigan yagona antiseptik hisoblanadi. Perix ham viruslarni o'ldiradi faqat. Bu yerda endi ikkilamchi infeksiya to'g'risida ham ketyapti gap. Undan keyin qiladigan ishinglar yana 3-4 minut poylaysizlar. Keyin O'zbekistonda chiqadigan bunaqa zo'r narsa bor. Biz ishxonada anchadan beri ishlatamiz. Qizil moy degan narsa bor ana, qizil moy. Mana shu qizil moyni olasizlar, buni ham botirasizlar-da, bu botirib turib, yaxshilab atroflari bilan surib, обработка qilib qo'yasizlar. Bunda sababi shuki, keratoplastiyada shunaqa gruppa bor-da, et bitiruvchilar vosita hisoblanadi. Ichida A, E va boshqa vitaminlarga boy bo'lib, undan tashqari ichida 6 xil bittasi ablepixa, krapiva va qolgan mashinga o'xshagan shifobaxsh o'simliklarning urug'idan olingan moylar tashkil qiladi va samarali tuzatadi. Salomat bo'lasizlar.